الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم. Bu to'yxonaga kuyov bolani jo'ralari qatorida tashrif qudum qilib kelgan mehmonlar. Mana bugunlik bir muborak kunda bir mo'min musulmon xonadonida Allohning buyrug'i, Rasulullohning sunnatlari, ulug'larimizni odatlaridan bo'lgan nikoh voqea bo'lyapti. Alloh taolo ikkala xonadonni ham fayz, futuh, barakotga to'ldirsin. Bu nikohga sabab bo'layotgan 2 yoshga Alloh uzoq umr, baxti, saodat, bir nikoh bilan serfarzand holatda hayot kechirishlikni Alloh nasib aylasin. Biz suhbatni boshladik. Bu oldilarimizga qo'yilgan taomlar, noz-ne'matlar, shirinliklar faqatgina tanovul qilishlik uchun qo'yilgan. Ko'ngillarimiz xohlaganicha tanovul qilib tushlik mahali faqatgina shu jicha gaplashmasdan tursak, bir ikki og'iz suhbat bo'lamiz. Suhbatimizning mavzusi bir oyat borki, Estağfirullah. Ve vassayna al-insana bivalidayhi ihsan. Buyuradi Alloh, hukm qiladi Alloh insonlarga ota-onaga yaxshilik qilishlik. Yaxshilik deganda Alloh taolo chegaralab qo'ymaydi. O'y gaplashib turasizlar endi. O'y Alloh taolo o'zining kalomida ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurib, yaxshilikni chegaralab qo'ymayapti-da, imkoniyatidan, sharoitidan, qo'lidan kelgancha yaxshilik qilsin. Chunki ota-ona farzandini qilayotgan yaxshiligini katta kichigiga qaramaydi. Nimasiga qaraydi desa, qilinishligiga qaraydi. Agar bola imkoniyatidan, sharoitidan, qo'lidan kelgancha yaxshilik qilsa, ko'ngli ko'tariladi, xursand bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qildilarki, kim otasini, onasini xursand qilsa, bitta pul ozod qilganda savobi beriladi dedi. U xursand qilishlik hajga olib boradimi, umraga olib boradimi? Agar hajga, umraga olib borolmasa, libos kiygizadimi? Agar libos kiygizolmasa, taom yediradimi? Agar hajga ham olib borolmasa, libos ham kiygizolmasa, taom ham yedirolmasa, xizmat qilib bo'lsa ham xursand qilsa. Xizmat qilib bo'lsa ham xursand qilsa. Agar xizmat qilolmasa desa, hech bo'lmasa yaxshi gap gapirib bo'lsa ham xursand qiladigan bo'lsa, bitta pul ozod qilganda savobini beriladi. Hajga olib borgan ham xursand qilishligiga bitta pul bo'lsa, shirin gaplarni gapirib, ko'nglini ko'tarib, shu bolam bilan gaplashsam maza qilaman, shu bolam ajoyibda, gapirsang, gaplashsang, dardingni oladi, g'amingni oladi, tashvishingni oladi deydigan darajada shirin suxan bo'lib, otani, onani ko'nglini ko'tarib, ulug'lik so'zlar bilan xursand qiladigan bo'lsa, hajga, umraga olib borgan bilan bir xil pul ozod qilganda savob beriladi. Qarang, hajga qancha, umraga qancha, libosga qancha, taomga qancha, xizmatga qancha, lekin shirin so'zga ham o'shanda. Bir sahoba aytdilarki, "Ya Rasululloh, 10 ta xursand qilsa-chi" dedilar, 10 ta pul ozod qilganda savob beriladi. Bir sahoba aytdilar, "Ya Rasululloh, 100 ta xursand qilsa-chi" dedilar, 100 ta pul ozod qilganda savob beriladi. Bir sahoba berilib ketdilar, kirishib ketdilar-da, "Ya Rasululloh, otam, onam fido bo'lsin sizga, 1000 ta xursand qilsa-chi" dedilar, 1000 ta pul ozod qilganda savobi beriladi dedilar. Agar bolani sharoiti bo'lib turib, imkoniyati bo'lib turib, qo'lidan kelsa ham yaxshilik qilmasa-chi, xursand qilmasa-chi,
Chunki ota-ona jinni yoki ko'rmasdi. Bolaning imkoniyatini ham, sharoitini ham, qo'lidan kelishini ham ko'radi, biladi. Bechoraning ichi og'rir ekan. Ko'ngli og'rir ekan. Ko'ngli og'rir ekan va qaqshab yig'lar ekan. Qaqshab yig'lar ekan. Mana aytamanki, otani, onani yuziga vijdonan qaragan inson yig'laydi. Hech qarab ko'rganmiz? Hech qarab ko'rganmiz? Shu gapni men bir joyda gapirsam, bir yigit aytadiki, kechasi suhbatda edi. Qo'raka deydi, otam, onam o'tib ketishgan, hovlimdan maza ketgan deydi. Uy quribman, marosim qilibman, mashina olibman, maza qilmasdim. Chunki ichingizni bir kentik, o'ksik bo'lar ekanki, to'y qilsangiz shu otam ko'rmadi-da degan bir nima bo'lar ekan. Uy qursangiz uyni ko'rmadi, mashina olsangiz mashinani nima qilar ekansiz deydi. Ota-onam vafot etgandan keyin uyga hech shoshilmasdim deydi. Suhbatni eshitdim-u deydi. Tasavvurimda otam bilan onam hovlidagi o'xshashdi deydi. Shoshilib boryapman deydi. Borsam hovlida yo'q. Ayvondagi o'xshashdi. Ayvonga kirsam yo'q. Dalizdagi o'xshashdi. Dalizga kirsam yo'q. Katta uydagi o'xshashdi. Katta uyga kirsam yo'q. Tashqi hovlidagi o'xshashdi. Tashqi hovliga chiqsam orqamdan deydi. Xotinim chiqdi. Dadasi, nimaga bezovtasiz? Nima bo'lyapti? Hayolimda shu otam, onam hovlidagi, ayvonda, dalizda, katta uyda, tashqaridagi o'xshashdi. O'qtarib topolmayapmansa, sog'inib qopsiz-da, ko'rgis kelib qopdi-da, qaynatandan qolgan liboslarni yuvib, taklab qo'yganman shpaniyat orqasidagi toshchaga. Kirib ko'ring, ko'rgandek bo'lasiz o'zlarini. Hidlab ko'ring, hidlagandek bo'lasiz dedi. Xuddi bir hovuchcha oltin topib olgandek shoshilib kirib shpaniyatni qarasam yo'q, shpaniyatni orqasini qarasam yo'q, u toshcha bu toshchani qarayapsan deydi. Qizim kirib qoldi-da, dada, nima oqtaryapsiz? Ha, opoqingiz bilan buvingizdan qolgan liboslarni oqtaryapman desa, dada, ilgari kuni uyimizda eski uvada narsalar nima qiladi eskiliklar deb tandirga olib chiqib yoqib yuboribman dedi. Tizzamni yerga qo'yib, shunaqa ham yig'ladimki deydi. Ey Robbim, otam, onam hayotligida ertaga vafot etib qolsa, ko'rolmay qolaman. Tushimga ham otam, onam kirmayapti, nima qiluvdimikin deb ilhom bo'laman. Otamni ko'rib to'yib olay deb tomosha qilmagan ekanman. Endi shu liboslarini ko'rib, ko'rgandek bo'lay desam, liboslarini ham olib qo'yibsan. Ey Robbim, otam, onam hayotligida ertaga hidlari tugul izlarini ham topolmay qolaman. Otamni, onamni hidlab to'yib olay deb hidlab olmagan ekanman. Endi shu liboslarini hidlab to'yib olay desam, liboslarini ham olib qo'yibsan deb rosa yig'ladim. Tong otdi-yu deydi. Kechasi bilan to'lg'onib chiqib, tong otib qabristonga borib, otamni, onamni qabriga qarab, shunaqa ham bir yig'i keldiki deydi. Qabrga bag'rimni qo'yib yig'ladim. Qabrni quchoqlab yig'ladim. Nimaga desam, shuncha o'g'il boqib, shuncha o'g'il boqib, shuncha qiz boqib, yemay yedirib, kiymay kiydirib, o'qimishli bo'lsin, hunarmand bo'lsin, noni butun bo'lsin deb sovuqni sovuq demasdan, issiqni issiq demasdan, qo'llari qavarib ketib, sovuqda oyoq qo'li so'qatib qolib, kechasini kechasi, kunduzini kunduzi demasdan o'qimishli qilib, hunarmand qilib, nonini butun qilib, shu ota-onam nima ko'rdi? Bolalar o'qimishli, hunarmand, noni butun bo'lganda degan xayol keldi-yu deydi, tortib yig'ladim deydi. Qabrda quchoqlab yig'ladim dedilar. Ustoz dedi, ham desam, otani, onani yuziga emas, qabriga qarasa ham inson yig'laverar ekan. Qabriga qarasa ham inson yig'laverar ekan. Ota kim desa, ota bu bir kosa ovqatga qonni to'ysa ham, kechasi-yu kunduzi ro'zg'or bolam degan zot ota bo'ladi.
Ota kim desa, bitta joniga xotinni boqish kerak, o'g'ilni boqish kerak, qizni boqish kerak, xotinni kiyintirish kerak, o'g'ilni kiyintirish kerak, qizni kiyintirish kerak, o'g'ilni uylash kerak, qizni turmushga berish kerak deb umrini, sog'lig'ini, yoshligini, pulini, kuchini farzandi uchun sarflagan zot ham ota bo'ladi. Ota kim desa, ota bu mana bunaqa to'yi bo'lib, nikohi o'qilib, uyga onamizni olib borib, farzand ko'rishligi kechikganda erkak bo'lib turib yig'lagan ham ota bo'ladi. Yig'laganda ham ko'zini yoshini oqizib yig'lagan shu ota bo'ladi. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Shu ota farzand so'rab Xudoga yig'layotgandagi ko'zidan oqqan yoshga arziydigan bola bo'lardimmi deb o'ylaganmiz. Kim o'ylagan? U yig'layapti-da. U yig'layapti. U qorni ochligidan yig'lamayapti, libosi yo'qligidan yig'lamayapti, maskani, markabi yo'qligidan yig'lamayapti. Nima uchun yig'layapti desa, farzand so'rab yig'layapti. O'sha farzand so'rab yig'lagandagi ko'zidan oqqan yoshga loyiq farzand bo'ladimi? Nima deysiz? Ota kim desa, quruq qo'lini ko'tarib Alloh taologa nola qilib, iltijo qilib zorlangan ham ota bo'ladi. Shu quruq qo'lini ko'tarib Alloh taologa duo qilayotgan vaqtida qanaqa farzandni so'rovdikin, qanaqa farzandni o'ylovdikin, qanaqa farzandni orzu qiluvdikin. Chunki bir inson bir urug'ni ekar ekan, u urug'dan hosilni umid qiladi. Agar bir ko'chatni ekar ekan, undan mevani umid qiladi. Agar urug' yaxshi bo'lmasa, hosil yaxshi bo'lmasa, afsus qiladi, nadomat qiladi, pushaymon yeydi, aldandim deydi. Agar ko'chat yaxshi bo'lmasa, nordon, sho'r, achchiq bo'lsa, aralab tashlaydi. Farzand desa, kechasi kunduzi peshonasida turadi. Qobil bo'lsa ham, noqobil bo'lsa ham. Qobil bo'lsa berdi Xudo, noqobil bo'lsa urdi Xudoda. Turibdi-da peshonasida turgan bolani ko'rib, shunaqa ham peshonam sho'r bo'ladimi? Shunaqa ham shun taqdir bo'lamanmi deb yana yig'lamadimikin? Ota kim desa, yig'lariga ko'ra, nolalariga ko'ra, iltijolariga ko'ra, zorlanishlariga ko'ra ayolida homiladorlik alomati bilinganda eng xursand bo'lgan ham ota bo'ladi. Ota bo'laman, ota deydi. Nimaga xursand bo'ladi? Hali rangi boshini ko'rmagan, hali qo'lidan bir ish kelish kemasini ko'rmagan, hali bu dunyoga keladimi, kelmaydimi noma'lum bo'lgan xursandchilikka bechora xursand bo'lib turibdi-yu. O'sha xursandchiligini yana davomi bo'ldimikin? Ota kim desa, ayolini to'lg'og'i kechasi boshlanganda yumshoq bolishu to'shakda yotarmasdan shirin uyqusini harom qilib doktorxonaning eshigini tagida o'tirib tikka turib chiqqan ham shu ota bo'ladi. Ota kim desa, 3 kunlik chaqaloqni ona banisadan olib kelib otani qo'liga berib, dadasi qarang sizga o'xshaydi deganda xuddi o'zimga o'xshaydi degan ham ota bo'ladi. Qayerda o'xshaydi? Katta odamga 3 kunlik qizil go'sht o'xshaydi deysizmi? Lekin mehr o'xshatar ekanda qo'lida ushlab turib, nimani o'ylovdikin? Nimalarni orzu qiluvdikin? Biror marotaba otamizni muborak qo'lini ushlab, otajon Allohdan farzand so'rab yig'layotganingizda, quruq qo'lingizni ko'tarib duo qilayotgan vaqtingizda mendaqa farzand so'raganmidingiz? Agar siz o'ylagandaqa, siz so'ragandaqa farzand bo'ladigan bo'lsam, Alloh rozi bo'lsin. Agar siz so'ragandaqa bola bo'lolmagan bo'lsam, meni kechiring deganmizmi? Ota kim desa, o'zi yemay yedirgan zotan ota bo'ladi. Otalarni ko'zimizning oldiga mana bunday keltirilsa, hammasi ham emas, ba'zilarida shunaqa bir hislat bo'ladiki, bolalari ko'payib, bolalari katta bo'lib qolganda
o'rtoqlarini oshiga ham bormay qo'yadi. Ha desa, vijdoniy qiynalarkan nimaga bolalarni rizqini yeb qo'yayotgan o'xshayotgan deb o'rtoqlarni oshiga ham bormay qo'yadi bechora. Bechora mastava, ugura, sho'rva, o'zbek shu tamildorisi eson bo'lsa, achchiqqina shakarotni yeb, og'zidan suv kelib yuraveradi. Bolalar katta bo'lib ko'payib, ayniqsa turmushga berib uylaydiganga borganda ikkita shashlikxonaga kirib yevorolmaydi. Hisobini qiladi, o'ylanadi. Nimaga? Shu ikkita shashlikni puliga bitta qizimi kami bo'ladi. Shu ikkita shashlikni puliga uyga 4 ta non ko'tarib kirsam, bolalarim bilan maza qilib yeyman deydi. Ishtahasi bo'lsa ham, nafsi yeyishni xohlab turgan bo'lsa ham yeyolmaydi-da, o'ziga o'zi nasihat qiladi. Hali bolalarim katta bo'lsin, yeganim oldimda, yemaganim ketildi degan ham shu ota bo'ladi. Katta bo'lmadingmi? Nima deysiz? Katta bo'lmadingmi? Haftada bitta shiqshashlik yegizardingmi? Bir oyda bir marotaba bir shiqshashlik yegizardingmi? Yo'q desa yo'q emasda. Yo'q desa yo'q. Yana biz bitta maqolni ushlaganmiz. Nimamiz? Otaning ko'ngli bolada, bolaning ko'ngli dalada yurilibdi-da. Otaga mehr bersa bo'ladi. Ha, ikkalatib ko'ring. Otam deb, otam deb bolaga beradigan erkalatishni otaga bir erkalatib ko'ringchi. Erkalanmasmikin, ko'ngli ko'tarilmasmikin. Ota kim desa, o'zi kiymay kiydirgan zotan ota bo'ladi. O maktabga, bayramga hayitga suvosh berganlarni eslamizmi? Qatorlashtirib, bozorma-bozor, do'konni-do'kon aylantirib yurib olib berganini ham eslamizmi? Rangini rangiga, chokini chokiga qilib olib berganini ham eslamizmi? Ko'nglimizga qarab olib berganini ham eslamizmi? Olib berganda ham o'rtog'im kiygandan olib berasiz deb turib olganimizni ham eslalasizmi? Puli yetarmikin, yetmasmikin deb o'ylaganmizmi? Bitta joniga u bizni bitta kiyintirmagan, akamizni, opamizni, ukamizni, singlimizni kiyintirgan. Endi o'ylab ko'ring. O'sha olib berayotgan vaqtida o'rtog'im kiygandan olib bering deb turganimizda puli yetarini ko'rsatib, bolam bu safar buni kiyib tur desa, yo'q, o'zingiz kiyasiz deb teskari qarab yurganimizda orqamizdan kelib boshimizni silab, yelkamizni silab, o'ziga bitta paypag'am olmasdan olib berganini ham eslamizmi? Shu ota katta bo'ldi-yu, ona katta bo'ldi-yu, bir yilda bir marotaba bosh-oyoq suvosh qilib beraldikmi? Bir yilda bir marotaba bosh-oyoq suvosh qilib beraldikmi? Yaxshi ham pensiyasi bor. Pensiyasiga yeydi, pensiyasiga yeydi, pensiyasiga o'yladi, bechora. Otani topgani ro'zg'or, bolani topgani peshona terib chiqaradi. Otaniki topgani ro'zg'or, bolaniki peshona terib. Bola bo'lib bir yilda bir marotaba bosh-oyoq suvosh deyapmiz, bir e'tibor qilib qaralsa, paypag'am olib berganimiz yo'q. Sovuqda, muzlamada, qor yoqqanda, do'kondan yoki bozordan bir issiq, yaxshi paypag'ni olib kelib, ota oyog'i so'qatgandir deb eski kiyib yurgan paypag'ini yechib, bitta paypaq kiygizib qo'yganmizmi? Bitta paypag'i yo'q desa yo'q emasda. Bu paypaq bir qator ustuvosh deyapmiz, kafanini ham qilib berganimiz yo'q. Yana o yuz issiq. Yuz issiq, birovga nimaga katta gapirasan, nimaga katta ketasan? O'zi otangni kafanini qilib berganmisan, teguvchi yo'q. Haqiqatda otalar, onalarni qarangki, yoshlari katta bo'lib qolganda 1000 so'm, 2000 so'm qilib kafanini qilib, neydi, angishoniydi, sovuniydi qilib, yo'g'uchini puli, qabristonni puli, o'lim tugum deb durraga tugib, tokchaga qo'yib, qo'ni qo'shnini orasida o'lim tugum to'liq bo'ldi desa, ertamasmi desa, tasbih aytib turadi degan ham shu ota bo'ladi. U xotirjam bo'lyapti. Shuncha o'g'il boqib, shuncha qiz boqib, yemay, yedirib, kiymay, kiydirib,
issiqda issiq, sovuqda sovuq demasdan qo'llar qavarib ketib, sovuqda oyoq qo'l muzlab bo'lsa ham bolam dedim u. O'qimishli bo'lsin, hunarmand bo'lsin, noni butun bo'lsin deb so'mini so'mda, tiyinini tiyinda qilib, o'qimishli qilib, nonini butun hunarmand bo'lgan vaqtida yilda bir marotaba bosh oyoq suvosh qilib bermagan bu bolalar ertaga o'laydigan bo'lsa, shu kapanidan mansala bo'lib, uyda qolgan qism, palon qism, piston qism, topayotgan qism deb turib, qo'ni qo'shnini orasida o'ligim sarg'aymasin deb kapanini qilib qo'ysa, maqtanchoqligimizni qarang. Ko'chaga chiqib olib, otamni qarang, otamni kapanini ham qilib qo'ygan ekan deyapsiz-da. Aqllatda. Bechora o'zini suvoshini o'zi pensiyasiga kiyingan. Ona bechora halak bo'lib ketadi. Jon dadasi xudoandalik bo'lib qoldi. Mehmondorchiliklarga boryapsiz. Birorta yaxshi libos oling desa nima deydi bilasiz? Kim yo'qladi deydi. Yo'qladi, uy to'la libos, uvol, isrof deydi bechora. Kiygisi kelmaydi desin ha? Kiygisi keladi. Lekin shu bola peshana teri qilib topayotgan pulini, qiynalib topayotgan pulini menga sarflab qo'ymasin deb bechora yuraveradi. Ustiga halichi suvoshib yuboradi. Yana rangiga ham qaramaydi. Sintetikami u balomi yo'q, qaramaydi. Bo'laveradi. Kim yo'qladi bizni? Sizni biz o'shani kiyintirganmi yoshligimizda? Men yoshlar jamoasi bo'lsa aytaman-da, otangiz kiygan libosni kiyib ko'chaga chiqalasizmi? Ana o'tirib o'tirishibdi. Bir farzandingizga aytib ko'ring-da, bolam, mana kiyib ko'chaga chiqalasan, to'yga ketaman. Mana kiyib ol, inchi. Lekin yoshligida kiygizganmiz, shunaqa qilib haqqimiz yo'q. Biz ham kiyintirishimiz kerak. Uvayiz qarani, onalarni mardikorchilik qilib bo'lsa ham yedirdilar, kiydirdilar-ku. Endi otamiz jinni emas, ko'rmas deyapmiz. Bu bolamizni bozorga olib borib, rangiga, chokiga qilib olib kelganimizda ko'rib turib, opoqisi, nevarangizga qarang deganda deb qarab, ha bolama, dedingiz chakki emas-u, rangiga, chokiga qilib kelibsiz. Dadingiz bitta paypaman qo'shib kelmabsiz deb ichi sidirilmadimikin? Bolamizni yaltir-yultir qilib kiyintirib qo'ysak-ku, dadamizni usti-boshini ko'rib turib, dadamiz ko'rmasda ichi og'rimayaptimikin? Al-qasosu minal haq. Qasos Allohdan albatta qaytadi. Alloh ayamaydi. Alloh ayamaydi. Kim otasiga nima qilgan bo'lsa farzandidan qaytadi. Farzand hikoya yozadi, uni farzandi unga o'sha hikoyani yozib o'qib beradi. Agar hikoya mazmunli, yaxshi, xursand qilayotgan hikoya bo'lsa xursand bo'ladi. Agar hikoya yomon bo'lib, xafali bo'layotgan bo'lsa xafa bo'ladi, yig'laydi. Ko'zimizni ochaylik. Arpa ekib arpa o'ramiz, bug'doy ekib bug'doy o'ramiz. Arpa ekib olib bug'doy bo'ladi deb tursak, ahmoqmisan deydimi? Otamizga, onamizga nima qilgan bo'lsa o'sha narsa qaytadi. O'ylaning, Alloh taolo ko'rib turibdi. Alloh taolo bilib turibdi. Mana bir joyda al-qasosu minal haq degan so'zni kengaytirib suhbat qilib bersam, biz noto'g'ri tushunar ekanmiz. Bir odamga zulm qilib qo'ysa, zulm ko'rgan odam menga qasos haq bo'lib qoldi, qasos olishim kerak, u bekorchiga. Qasos Allohdan ekan. Allohga qo'yib qo'ysa, Alloh o'zi olar ekan. Shu gapni kengaytirib tushuntirib bersam, bir professor, doktor, nauk yana oldida bir ikkita gaplari ham bor. Bir professor ko'zidan yosh chiqib aytdiki, men shu al-qasosu minal haqni o'zimning boshimdan o'tkazdim. Men yoshligimda edi, otam rosa ham boy bo'lgan. Puli ko'p bo'lgan. Maktabga borayotganimda kunda 1 so'm sug'urardim. Har 2 kunda bir so'm berardi. 2 so'm bo'ladi. Endi qarayki, 1 so'mni ko'zimizni oldiga keltirishlik uchun 1 so'mga 12 ta yo 13 ta non beradi. Yo 11 ta yo 12 ta yo 13 ta non beradi. 1 so'mga paytda bitta gugurt 1 tiyin. 1 so'mni qadrini qarang.
haligi uchilishi, nimalarda, institutlarda oldida общежитиялар bo'lib, oshxonalar bo'lib, oshxonada 15 tiyindan boshlab 30 tiyingacha qorni bemalol to'yadi studentlar. 50 tiyindan 70 tiyingacha boshqa odamlarning qorni to'yadi. Qorni to'yganda kekir voraydigan darajada to'yadi. Uyg'ur lag'mani, Uyg'ur lag'mani, falonidi, shashligidi, baloni bilan ovqatlansa 70 tiyin, eng nimasi 70 tiyin bo'ladi ekan. Bir so'mni qarang qanchalik. Endi shu paytda u bola bir so'm sug'urar ekanlar, 2 kunda bir so'm berar ekanlar. 3-4 sinfga borganda 3 so'm sug'urishni boshladim, har 2 kunda 3 so'm beradi. Dadam bilmaydilar deydi. O 6-7 sinfga borganimda 5 so'm sug'uraman, dadam 2 kunda bir 5 so'm beradilar, dadam bilmaydilar. Katta sinfga borganimda 10 so'm olaman, 10 so'm 2 kunda bir beradilar. Uchilishiga kirganimda dedilar o'qishga, kunda 10 so'm beradilar, kunda 10 so'm sug'uraman. O'qimishli bo'ldim, uchilishini bitirdim, institutga kirdim, doktor bo'ldim, nauk bo'ldim, uylandim, farzand ko'rdim, onam vafot etib ketishdi, farzandimni uyladim, farzandim katta bo'ldi, qizlarni turmushga berdim. O'zim qilgan bu o'g'irlik menda qolsin, farzandlarimga o'tmasin deb pulimni safda saqladim. Hatto xotinga ham kalitini bermadimki, ko'ngli bo'shlik qilib kalitini bilib olib, qizim yo o'g'lim olib qo'ymasin puldan deb o'zimdan boshqa hech kimga ishonmadim deydi. Bir kun uyda o'tirsam, pensiyaga chiqib deydi, uyda o'tirsam deydi, eshik taqillab qoldi, kameradan ko'rsam 4 ta bola turibdi. Chiqsam, "Hoji tog'a sizmisiz?" "Ha, men." "Falonchi o'g'lingizmi?" "Ha." "Shu o'g'lingiz bilan bitta muammoli ish bo'lib qolganda, yuringlar mehmonxonaga deb mehmonxonaga olib kirib, tinchlikmi desa, "Men mashina turishman, mendan o'g'lingiz mencha mashina olib sotib oldi. Men tilla turishman, mendan mencha tilla olib sotib oldi. Men pul turishman, mendan mencha pul olib sotib oldi. Men uy turishman, mendan shuncha uy olib sotib oldi. O'g'lingiz bizdan qarz bo'lib qolgan $500,000. Shu pulni bergani yo'q. Shu pulni so'rab keldik, bizga zarur bo'lib qoldi." O'zi o'g'limni chaqirdim. "Shu gaplari rostmi?" "Ha, rost." "Nima qildingiz u pulni?" "Ha, adin ekspertga o'yin bo'ldi. Shu o'yinga tashladim, yutqizib qo'ydim. Iloji yo'q, shulardan olib tikkan edim." Desa, "Bolalarim debdi, ertaga Xuftonda o'qib kelinglar, pulni men qilib beraman." Bittasiga deydi, chorva, o'sha Toshkentdagi chorvodagi dacha bor edi. Bittasini deydi, sotdimda deydi, $500,000 ajratib kelishlariga tayyor qilib qo'ydim. Xuftonda kelishdi, berishga berib yordimda, padvalga kirib rosa yig'ladim. "Ey Robbim, men otamdan 1 so'm, 3 so'm, 5 so'm, 10 so'm qilib sug'urgan pulimni bir kunda farzandim orqali sug'urib qo'yding, ey Robbim." Allohning qasoskorligini ko'ryapsiz. Bu ota tavbalar qilargan, lekin qasos haq ekanda. O'zimiz farzand otamizga nima qilib qo'ydik-ku, farzandimizdan endi nimani kutyapmiz? Yaxshilik qilib qo'yib, yaxshilik kuting. Yaxshilik qilmagan bo'lsangiz, yaxshilik kutmang. Yaxshilik kutmang. Alloh taolo o'zi saqlasin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, jannat onalarning oyog'ining ostida. Onalarga poyu patak bo'lib qilingan xizmatni orqasida jannat. Otachi desa jannatning darvozasi dedilar-da. Ota rozi, Xudo rozi. Otani duosi o'q deyilgan. Alloh taolo hammalarimizdan rozi bo'lsin. Hammalarimiz Alloh rushdi hidoyatda qilsin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Bir rahmatika.